Fazilat tərbiyəsi ata-anadan başlandı namlıq kitabның davamı huzurunlarda. Mikrofon aldida Alinur Abdusaydar. Çeniqqan sağlam bədən. William 6 aylıq çağda sağlam və şox idi. Bəzi çağda barmağımni çiң tutub alsa, kiçikkina qo'llarining kuchiga hayron qolatdim. Men professor Xoyisning dastlabki tarbiya siniqiga qatnashganimda nurg'un bolalar bilan uchrashgan edim. Shu chaqdagi tajribamga asoslanganda kichikkina Williamning put-qo'lining jonliqligi va kuchlikligi o'xshash yoshdagi bolalardan xilal eshib ketgan edi. Bu albatta bolani ilmiy baqqanlikning, yana put-qo'llarni muvofiq chiniqtirganlikning natijasi. William böşükdəki çağdala bədəninin maslashchanligi və muskullarining kuchini chiniqtirishga boshlagan edim. Bu xil harakat noyat oddiy bo'lib, dastlabda muqim tartib və sistemali qilishning hojati yo'q bo'lib, asosligi uning put-qo'llarining harakatidan iborat edi. Buningdan boshqa uni yuyindirgan vaqtda badanni o'lab qo'yatdik. Bizning o'lab silashlarimiz uningga xo'sh yiqib ketadi. Har qatim yuyindirganda u bizga to'liq moslashatdi. William 1 yoshga kirmagan chaqdala biz barmog'imizni chiqarib bersak, u bovoqlarning tug'ma inkas bo'yicha barmog'imizni tutib olib qo'pishga intiladi. U 1 oylik bo'lganda qo'limizni uning tapiniga tirab, uni o'mlashga undaydik. Bu mashqlar uning put-qo'llarining kuchlanishiga turtki bo'ldi. Kichigidan uning badan moslashchanligi yaxshi bo'lg'achqa, yiqilib ketsa-mu tezli put-qo'lini yerga tirib olib, badanini qo'g'dashni biladi. Nurg'un analar soğaq o'tib qilishdan azdirab, bolasini baq qilin yo'gab baqidi. Buning bilan bovoqlar erkin harakat qilolmaydi. Put-qo'lining erkin harakati bovoq badanining qon aylanishiga foydali bo'lib qolmay, balki ozuqlikni qabul qilishiga foydali. Margaret ikkimiz buningdan xabardor bo'lg'achqa, Williamga ozoda va rohat kiyimlarni kiygizatdik. Havo yaxshi chaqlarda o'g'limni olib dalaga baratdik. Nam to'pa va gul chechaklarning hidini qong'uch puraytdik. Tabiat manzarasini tomosha qilatdik. Temperatura bak tuvan bo'lmasa, uni ko'tarib olmay put-qo'lini ozoda harakatlantirish uchun yerga qo'yib beratdik. Williamning badanini chiniqtirganda, men dadamning bir yaxshi usulini qo'llandim. Ya'ni oyog'i chiqqandan keyin doim uni elib qisqa oraliqda piyoda mag'dirib mashq qildirdim. Bunda qilishdagi maqsadim bir tarafdan uning badanini chiniqtirish bo'lsa, yana bir tarafdan uning irodasini chiniqtirish edi. William 5 yoshga kirganda bir qatim uni elib Boston lamzini yo'qlab bordim. Bu Williamning shu yoshigacha piyoda mang'an eng uzun safar edi. U kuni havo noyat sovuq bo'lib, nefis qor yoqqan edi. Azroq mang'andan keyin shivirg'an chiqishga boshladi. Yo'l mengish texmi qiyinlashdi. Ko'chadagi yo'lovchilar borgan sari ozishga boshladi. Bunda havoda cho'ng odamlarning sirqi chiqis kelmaydi. William dastlabda zo'r qiziqish bilan uni buni so'rab mang'di. Shivirgan kuchaygan sari umi jimib ketdi. Aslida uni billa apirish o'yim yo'q edi. U o'zi tashabbuskorlik bilan kaynimga tushib mang'an edi. Uydan chiqishdan burun havoning biroz tutilganligini ko'rib uningdan William, bu qatimliq safar sen o'ylagandek unda qiziqarlik bo'lmasligi mumkin. Yo'l yiroq, havo nachar turadi. Bardoshlik bera olamsan? deb so'rsam, u xushallik bilan "Chatoq yo'qdi-da, men yo'l minishga amroq" deb javob bergan edi. Men o'ylab baqib, bu balaning irodasini chiniqtirishning yaxshi fursati. Mosh fursat uning badan quvvatini bir sinab baqay degan maqsadda uning berishiga ma'qul bo'lgan edim. Agar u herib yo'lni davomlashtira olmay qolsa, yo'lda harvikra qilishni ko'nglimga pukib qo'ygan edim. Burun ikkimiz Bostonnikiga ot arvasi bilan borgan edik. Biroq u nimil degan bilan yenil kichik bola bo'lg'achqa, yo'lni piyoda besishning jafosini oldin tasavvur qila olmagan edi. William herib endi mang'us kelmagandek turadi. Biroq u o'zi borman degachga gapidan yenib olmaydi. Faqat menga birdan qarab qo'yadi. Uning ko'zlari uyga qaytib ketayli deydi. Demisimi Amdil 5 yosh kirgan bir bola qattiq bo'ronda, qarliq yo'lda ketayotganida uyda issiq tammashning yenda o'ltirib, onasining hikoyasini anglashni qanchalik arzu qiladi, ha? Dal shu chaqda yiroqdan bir ot arvasi ko'rindi. William taqatsizlikka boshladi. "Dada, qor yog'digan o'xshaydi, oppam bizni ansirab qolarmi? Uyga qaytgan kelyapti-da, ha?" dedim men. William javob bermadi. O'g'limning sovuqdan qizirib ketgan kichikkina yuzlariga qarab ikkilanishga boshladim. Dada bo'lish sifatim bilan uning jafo tortishni xohlamaydim. Shundaqla yana uning oxirgacha bardoshlik berishini umid qilardim. Shivirg'onga qaramay nishonga yetib borgandagi g'aliba xushalliqi
kishini uyda rohat o'ltirgan chog'dagidimi bakrak baxt tuyg'usiga cho'mdirganligi menga ayon edi. William, nega kelganligimizni bilamsan? deb so'radim. William beshini chayqadi. Lamiz apandining uyiga yaqin kentning ismi nima? deb so'radim men yana. Bosper deb javob berdi u. Williamning xotirasi burundan yaxshi edi. Bosperning oldidagi kichik Leyt kenti deb javob berdi. Leyt bilan Bosperning oraligi yiroqmi? Yiroq emas. Lamiz apandimning uyi bilan Bosperning oraliqchi ancha yiroq emas. Yaxshi o'g'lim, agar qaytib ketgan bo'lsa, av atarusini chaqirman. Qattiq shivirganda shuncha uzun yo'lni mang'alading. Sen haqiqatan qaltiskansan. Yana ikki kentdan o'tsakla Lamiz apandimning uyiga yetib boramiz. William hech nima demadi. Elqi atarus yetib keldi. Harvga suratini aslatdi. U xuddi bizning chaqirishimizni kutib turayotgandek qiladi. Men amdil qo'limni ko'taray deb turishimga William meni to'xtatib oldi. Dada, menda chatoq yo'q. William ikkimiz oxir Lamiz apandining uyiga yetib keldik. Uning ikki o'g'li bizning shahardan piyoda kelganimizni anglab, hayronlikdan ko'zlari chekchiyib ketdi. U kuni William baxt xushal bo'lib ketdi. Chunki u ilgari faqat his qilib baxmagan baxt tuyg'usini his qildi. Bu g'ariba xushallik edi. Nurg'un analar bolasining tan salomatligidan ortiqcha ansirab ketdi. So'g'aq tegishdan ansirab, hadisli bolani qatma-qat yo'g'ib oladi. Balaning zaxminlab qilishidan qo'rqib, hatto ularni erkin harakat qilg'ilmi qo'ymaydi. Ular shuni bilmaydiki, balani ziyoda qo'g'dash yoki asrashning o'zi bola uchun eng foydasiz qilmish. Professor Xoyis ikkimizning tekshirishidan qaraganda, put-qo'llarining chiniqishi yetarli bo'lmagan balalarning tan saposi tuvan bo'lib qolmay, balki yana cho'ngning inkosimi boshqa balalarnikidan asta bo'ladi.